Nima ish ko'radi opa? Belinde bo'ldi. Aha. O'tin boshqa oyog'imni tutib keyin Ha. sayrga bordik. Tabibga boruvdik. Belida og'iz bo'ldi. Keyin viloyatga tagisa orqadan bir turtgan. Ha, tortgandan keyin, aha. Oyoqga tushib qoldi. Ha. Hozir beldagi og'iz yo'qmi? Yo'q, oyoq saf pay tortyapti. Ha. Ular qaysi noto'g'ri qilganlar? Tushunarli. Qani o'rningizdan turingchi. Aqa o'giriling. Hop, paltoni yechib berasiz. Tekis turing. Boshida Og'riq mana shu tomonda. Oyog'imda. Ha, mana shu tomon oyoqda. Oyoq juplang. Hop. O'ng tomon egilgan. qo'ldan Hop, bellar bu yoqda klinika sal qiyshaygan bel. Chapga egiling. Og'riq bo'ladimi? Mana bundachi bormi? Hop, mana. Bundachi. Kuchaydimi? Hop, mana. Bundachi kuchaydim. Hop, oyoq uchida yuring. Ay. Kuchaydi. Tomonda yuring. Kuchaydimi? Tushunarli. Baqa yoting. Og'riq bormi? Kuchaydi. Bunchalikda bormi? Yo'q. Bunchalikda yo'q. Anchalikda kuchaydi. Uzating oyoqni. Ha, Yo'q. bo'ladi. Buni tushirganingizdan keyin bo'ldi, shundaymi mana? Hop, mana. Bundachi? Aylantirganda bormi? Hop. Mana. Aylantirganda. Bundachi? Aha. Bu tomon kelmayaptimi? Yaxshi, faqat bir tomonlama ekan-a. O'tiringchi. Turayotganingizda ham bor-a? Pastga qarab yoting. Bosganimda bo'ladimi og'riq? Qo'lni tushiring, yelkani tushiring. Hop, mana. Bosganimda bo'ladimi? Umurtqalar shishib qolgan. Ha, mana shundandir. Oyoqlar yaxshi. O'tiring. Yiqilmagansiz-a? Tabibga qayerga bordingiz, tabibga? o'zimizda. Kosonsoyda. Grija bor ekan, 3 ta ekan. Ha, shu kelindan keyin bunga borganda. Ha. Grija L5S1 nuqtada kattaroq ekan. Yallig'lanishlar o'ng tomonlama qisilyapti. Bel umurtqasida 4-chi, 3-chi umurtqada, 4-chi, 5-chi umurtqada 3,5 millimetrli protruziya turibdi. Darsalniy sirkulyarniy deb yozyapti. Darsalniy degani mana bunaqa bo'ladi. Darsalniy bir tomonlama. Darsalniy protruziya manaqa bo'ladi. Bir tomonlama oyog'i nervlarini qisgan bo'ladi. Shu holat bor sizda. Bu protruziya, ya'ni grijani oldi holati. Hop, endi L5S1 nuqtada medianniy grija turibdi. Medianniy degani mana shunaqa grijani, mana shunaqa protruziyani sal boshqacharoq, mana o'rtaroqdan chiqqan u. Medianniy o'rtadan. Ya'ni asosiy nerv ildizini bosib turibdi. Asosiy katta nerv tolasini bosyapti. Ya'ni bosh miyadan tushgan nerv tolasini o'rtadan qisyapti. Mana bu darsalni yon tomonlama nervlarni bosgan bo'ladi. Mana bir tomonlama. Sizga o'rtadan qisganing uchun bu asabni ham buzadi, davleniyalarni o'ynaydi, tinchligini buzadi. Har xil simptomlar paydo bo'ladi. Bosh aylanish, quloq shovqin, shunaqa bosh aylanishlar, ko'z qorong'ulash holatlari bo'lishi mumkin. Asosiy ildizni kattani bosgani uchun. Bundan tashqari hop, spondilartroz turibdi. Spondilartroz degani hop, mana umurtqani yon tomonlarida, mana bunaqa joylarda suyalar bir-biriga kirishib ketgan va zaiflashib qolishini aytiladi. Endi buni meditsinada standart lecheniyalar bor. Standart lecheniyalar qilinadi. Bu yerda bitta yaxshi tomoni turibdi, mana umurtqani kanallari hali toza deb yozyapti mana. Spinomozg
cho'tkim, ровныйmi, konturami deb yozyapti. Bu degani operatsiyasiz umid bor degan. Operatsiyasiz davolasa bo'ladi degan ma'noni bildiradi. Endi buni davolash uchun standart lecheni shunaqa bo'ladiki, yallig'lanishga qarshi vositalarni beramiz. Belingizda yallig'lanish turibdi. Yallig'lanishga qarshi vositalar. Keyin bu suyakni, ikkita suyakni ezilish hisobiga bo'lgani uchun yengil masaj qilib cho'zish uslublarini qilinadi. Mana tog'ay orqaga qaytishni boshlaydi. Va kordarilar bor, o'sha tog'aylarni rag'batlantiruvchi va nervlarni oziqlantiruvchi preparatlar bo'ladi. Shularni berib, fizioterapiya bilan mustahkamlanadi. Shu 3 ta yo'nalish bu standart lechena hisoblanadi. Shularni birlashtirish kerak. Hali bunaqa lechenani olmadinglar sizlar. Xudo xolisa sheyda olasizlar. Mana bu yana ham bilib olishingiz uchun mana bu yerda mana oppoq kelyapti-yu, mana. Ha? Bular sog'lami? Mana bu yer qorayib ketgan, mana shular grija bo'ladi. Yallig'lanish, ha. Mesela Ishga. qaytsiz, Sekin-sekin qaytadi. Bu organizmni mana grija chiqqandan keyin shish paydo qilishi bu organizmni o'zini o'zi himoya tizimi ishga tushgan bo'ladi. Shuning uchun shishadi. Endi buni davolash uchun hozir aytib o'tganlarim qilinsa, 2 kun, 3 kunda yaxshi natijaga erishadilar. Bir hafta davomida lecheni olsalar, uni mustahkamlab, hadab qaytarlanavermaydigan qilib lechena qilinadi. Ayollar uchun ayollar mutaxassisimiz bor, masajlar qilishadi, fizioterapiya qilishadi. Biz o'sha suyaklarni teradigan uslublari bor, shularni qilib qo'yamiz. Ha? Shularni uyg'unlab. Bir hafta. Bir hafta lechena bo'ladi. Nega og'ir narsa ko'tarish mumkin emas? Hozir og'ir narsa umuman ko'tarmaydi. Yo'q. Bu hozir biz lechena qilib qo'yamiz, 2-3 kunda yaxshi bo'lishni boshlaydi. Keyin mana misol uchun rejim qiladilar. Bir 2 oygacha, 3 oygacha umuman og'ir yuk ko'tarmaydi. Chunki u joy misoli bir yarani bitkizish bilan teng baholanadi. Ya'ni u ichkarida turibdi-da u. Ichkarida turgan narsani o'sha bitkiziladi. Shuning uchun toki bitib zo'r bo'lib ketgunga qadar unga osoyishtalik kerak. Ko'proq mana misol uchun hozir mana ko'p o'tirmayli ham bu kishi. Mana ko'proq mana o'tirganlarida mana dumg'aziga yuk tushib turib, mana ezilib mana bu yer qayrilsa, mana bu joy kattalashib boraveradi. Ular ko'proq yotoq rejim qilishlari kerak. Mana yotganlarida mana tog'aylar ochiladi mana shu yerda. Yotoq rejim, yuk ko'tarmaslik, ko'p o'tirmaslik rejimlarni qilib tursalar, tuzaladi bu. Yo'q, hozir umuman tortib ezib bo'lmaydi. Oldin ichkaridan o'sha shishlarni qaytarib, manual terapiyalarni yengil texnikalarni qilib davolash kerak. Qaytanga kuchayadi manual terapiyada. Doktorga ham o'rgildi. Aha. Shunga lechena Yozib berdilarmi? Bir ko'ringchi shuni. Man ishimiz qolmayapti bu qizni. keyin dexametazon, vitamin B12, natriy xlor qo'shib turib tomir orqali berilsin deyilibdi. Altikam, Venitromycin, Elizin esenat tomir orqali 5 kun. Levodex yozilibdi, proba bilan deyilibdi. Medicalim, Venitromycin 5 kun deyilibdi. Bo'ldi, mana shularni qilamiz shu yerda. Ya'ni bu narsalar ham yomon emas. O'zingiz qanaqa yozasiz siz boshqacha? Faqat bu yerda ozgina kuchaytirib o'rilgan. Mana misol uchun baralgan hozir davleniyalari pastroq bo'ladi. Shuning uchun baralgan sal tushirib yuborishi mumkin. Bu past Shuning uchun birinchi o'rinda davleniyalarni o'ylashimiz kerak. Qon bosim. Bularni ham
o'ylab turib qilinsin deb statsionar sharoitda yozilgan bo'lishi mumkin bu nima muolajalarni. Lekin hozir shishlarni qaytarib turib, keyin amalga oshirishimiz kerak. Qaytarish uchun altikamlarni bersa bo'ladi, medikalni bersa bo'ladi hozirgi vaziyatda. Davleniylar pastda bularni tushirib yuborishi mumkin yana ham. Ha, 90 ga 60 ekan davleni. Necha ekan? 90 ga 60. 90. Artoksan yozilgan altikam deb yozib qo'yilibdi. O'shalarni qilsa bo'ladi bu kishiga. Ha, medikalim qilsa bo'ladi. Undan tashqari qo'shimchalar Effekti yaxshi. zararsizroq, effekt yaxshiroqlarini qilinadi. Hozir o'sha vaziyatlarga moslab turib ish tutamiz. Hop. Zarurlarni qilinadi, keraklilarni sal o'zgartirish kiritamiz. Har kuni massaj qilasizlarmi? Ha, yengil har kuni qilinadi. Chunki bu mexanik ezilish hisobiga paydo bo'lgani uchun mexanik yordam bilan tuzaladi bu narsa. Ya dori-darmonlar bizni qilgan ishimizni mustahkamlab beradi. Ularni uyg'unlashtirishi kerak. 100 ga 80. Normalmi? Ha, yo'q bo'ladi. Shunchalichina bo'ladi, yaxshi natijaga erishadilar. Xudo xohlasa, yomon bo'lmaydi. Ha, ko'rsinlar muolajalarni. Yaxshi natija. YouTube'danmi? Ha, bejizga emas, haqiqatan ham natijalar bo'ladi. Zo'r, hamma xursand, yaxshi bo'lyapti. Kechqurun bitta video qo'ydik, anaqa tabibga borib urdirgan ekan belini. Agar ko'rgan bo'lsangiz, shu holatlari og'ir bo'lib keldi, bir 70% ga yaxshi bo'ldi u ham. 5 kun, 6 kun ichida. Bu og'irroq keladi. Bularniki endi ularnikining oldida yengil daraja. Tez tuzaladi. Boshqa yengil hozir yangida shishib qolgan. Ha. Ha, bilintirmayaptilar, yaxshigina og'rib turibdi hozir. Yig'lolmayaptilar xolos. Ha, yo'q. Qattiq og'riyapti. Ha. Nervi bosib turibdi-da. Bularniki hammaniki bir tomonlama bersa, bularniki o'rta bilan beryapti. Katta o'q tomirga beryapti mana. Katta tomirga. Katta ildizga. Necha mahal massaj, Bir mahal qilinadi xolos. Bir mahal o'zi yetadi. Ha, ko'rdorlarni oladilar. Mana shularning bir qismini men qilib beraman shu yerda. Shularni men mana shu yerda qilib beramiz. Ham fizioterapiya masalan. Ha, tortib bo'lmaydi hozir. Yengil texnikalar bor, manual terapiya shular qilinadi. Qanaqa lazerlarni qo'yapsiz? Ha, lazerlarni qo'yiladi, elektroforez bor. Ultrazvuk deydi, shularni qo'yamiz, suxoy parafin qo'yiladi. Keyin o'sha 4 xil massaj qiladi qizlarimiz. Bilan qilinadi. Suyalarni teradigan yo'nalishi bor, qirsillatib qo'yaman. Shu bilan tuzaladi. Keyin mana ukor dorilarni ba'zi birini qilamiz, ba'zi birini qilmaymiz. Har kuni shularni oladi. Qo'shimchalarni qilinadi. Ha, har kuni shularni oladilar. Bir haftalik ichida bo'ladi. Shifo bo'ladi, Xudo xohlasa. Shifosiz dard yo'q. Uzating. Oyog'ini torting. Oyog'i mana shunday torting. Torting. 1 torting. 2 torting. 3 bunisini torting. 1 2 torting. 3 oyog'i buklan. 2 yo'ngni suring. 1 2 3 4 o'ttaga torting. 1 2 3 4 Hop, og'riq ko'proq o'ng oyog'ida baqa yonchalab o'ting. Buni uzating. Nafas oling. Sekin chiqaring. Nafas oling. Chiqaring nafas sekin. Yaxshi. Zo'r.
Ha, oldin shunaqa bo'lmasdi. Ha, ancha yumshadi. Shuning uchun tagidagi oyog'ini uzatasiz. Sal menga siljing. Hop, yelkani sal orqaroqqa siljiting yelkani. Qo'lni bir-bir serpishtiring. Nafas oling. Oling. Nafas oling. Oling. Nafas oling yana. Oling. Voy. Yaxshi. Osmonga qarang. Qo'y. Hop. Qo'y. Bo'shashtiring. 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 Yaxshi. Hop, endi birinchi kuni mana oyog'i ko'targanimda kuchli og'riq bor edi. Hozir bormi shu narsalar? Sal bor. Sal bor. Hop, mana bundachi. Yo'q, Mana yaxshi. bundachi. Yaxshi. Uzating. Hop, mana aylantirgan mahalda og'riq bor. Birinchi kunlar bor edi. Bag'ri yo'qda. Bu tomonga beryapti-da og'riq. Shunda yo'qoldi hozir. Yo'qoldi. Hop, endi grijangiz deyarli ancha so'rilib qoldi. Nervlarning oziqlanish jarayonlari tezlashdi. Endi siz buni rejimini qilib turishingiz kerak, rejimini, ya'ni tartibi. Ya'ni shu sog'lom holatingizni davomiy bo'lishi uchun siz rejim qilib turasiz, ya'ni parhez qilib turasiz. Parhez. Parhez degani faqat o'sha iste'mol qiladigan ovqatingiz emas, ya'ni bu grejani parhez, yotish turishda, og'ir yuk ko'tarishda shularni e'tibor berib turish kerak. Ya'ni siz hozir men o'rgatib qo'yaman yotish turish qoidasini. Ko'pchilik ko'proq oldinchalab turadi. Oldinchalab turganda umurtqa pog'onalariga ko'proq nagruska kelib qoladi. Shuning uchun siz birinchi yonboshlab yotishingiz kerak, keyin qo'lga tayanib sekin o'tirish kerak. Ana shunda Chap qo'limda, o'tirimda. farqi yo'q, chap tomon, o'ng tomon, qulay tomon. Oldinchalab turganingizda beldan tevadagi yuk, masalan 50 kilo bo'ladigan bo'lsa, 50 kilo yuk faqat umurtqaga tushadi. Siz yonchalab yotib turib, sekin qo'lga tayanib tursangiz, o'shani bir qismi yukni, bir qismi qo'lga tushadi. Qo'lga tushadi. Ana shunda belli yuklamalar kamayib, tezroq tuzaladi yana ham. Hop, endi yonchalab yotib sekin o'tiring. Hop, o'rningizdan turing. Yaxshi. O'tiring endi. Hop. Bahroq o'tir. Mana yo'q. Hop, o'rningizdan turing. Menga qarab yurib keling. To'g'rimi? Ha. Og'riq kelmayaptimi? Yo'q. Oyog'i uchida yurib ko'ring endi. Bo'lmayapti. Ha, oyoq uchida Yurolmayapti. yurganingizda og'riydimi yo tashlab yuboryapti? Tashlab yuryapti. Ha. Holi yo'qda. Holi yo'q. Faqat og'riq kamaydi, lekin. Kamaydi. Hop, tushunarli. Tomonda yurib ko'ring. Yaxshi lekin. Yaxshi. Birinchi kuni yura olmayotgandingiz. Endi mana umumiy hisobda og'riqlar necha foizga tuzaldi? 80-85% ancha yaxshi. Yaxshisiz. Lekin endi mana bu oyoq uchun turganingizda tashlab yuborishini sababi sizni qisilgan nervingiz bor-ku, qisilgan nerv, ya'ni o'sha oyog'i boldir suyaklarining oldi tomonlariga, orqa mushaklariga ozuqa berib turgan o'zi asli oldin. O'sha ozuqa bermay qo'ygan, uni grija qisgan mahalda ozuqa bermay qo'ygan oyoq. Shuning uchun o'sha joyda mushaklaringiz zaiflashib qolgan, ya'ni kuchsizlanib qolgani hisobiga siz hozir ko'tara olmayapsiz o'zingizni. Lekin og'riq yo'qoldi. Bu degani grija qisman ichkariga qaytdi degani. Endi buni to'liqroq oxiriga yetish uchun men bir ikkita dorilarni yozib beraman, shularni ichib turasiz. Bir 20 kunda menga telefon qilasiz, qanaqa holatligini. 40 kundan keyin kelasiz menga, holatni tekshirib qo'yaman. Tushundingizmi? Hop, hozir men bir ikkita narsalar yozib beraman, o'tiring. Kapelnitsa bor. 100 mg. Tomir orqali olasiz. 1 kun olasiz ertaga.
Ikkinchisi mana Mexidol. Mexidol tabletkasini 125 lik bor. Bittadan 3 mahal 10 kun ichib qo'yasiz. Nervlarga o'sha ozuqani o'tkazuvchanligini yaxshi qiladi. Keyin davlenangiz pastroq yurar ekan sizni. Hop. Teraflex Ultra degan dori yozaman. Siz ana Akuli Xryash deb yozgan bir oylik dorimni o'sha tugagandan keyin Teraflex Ultraga o'tasiz. Tabletka bor. Gamma tabletkasini bittadan 3 mahal 1 oy ichasiz. Ushla yo'qolganmi? Ushla yo'q bo'ldi. Og'riqlar tugagani. Endi shuni nimasi yo'q-da, holi yo'q. Holi yo'q. Holi yaxshi bo'lishi uchun Nima yursam oqsoqlarni sal nima qilib yurapman. mana Ortomax D3 vitamini bor, 1 grammlik bor. Binutrimeshchno cheresdan olasiz mana. Bir kun olib bir kun olmayan. Cheresdan 5 ta olasiz. 5 ta kechqurungi qorong'i tushganda olasiz bu korni. 19:00 deb qo'yalik. Shom xuftandan keyin bo'ladi. 6-inchisi kalsiylarni qabul qilib turasizmi? Kalsiylarni. Hop. Mana kalsimen advance mana. Narsalarni qabul qilib turasiz. Sizga ortiqcha og'riq qoldiruvchi nimalar shart emas. Sizni og'riqlaringiz yo'qoladi. Birinchi o'rinda, birinchi bosqichda biz nervlarni yo'llarini to'g'riladik. Endi ikkinchi bosqichda endi suyani kuchini ko'paytiramiz. Yorilgan joylarni, ya'ni grija degan o'zi yorilish degani. Yorilgan joylarni yamab beradigan, rag'batlantiradigan suyaklarning qurilish materiallarini yozib qo'ydim men bu yerga. Shularni kuniga, soatiga qo'ysangiz yaxshi bo'lib qolasiz, xudo xolasa. Keyin hayot davomida qandaydir bir holatda mana qolib qolishi mumkin, qandaydir bir holatda og'rib qolishi mumkin. Og'riganda yangiligi deb bir kun kelib lechini olib ketasiz. Yangi boshlangan mahalda yengil bitta manual terapiya yoki bo'lmasa fizioterapiya olib ketsangiz yaxshi bo'ladi. Qo'shimcha maslahatlarni beraman. Umuman uyda og'ir yuk ko'tarmaysiz. Grija sizda bitta emas, 3 ta grija bor. Shuning uchun ehtiyot bo'lasiz. Tursam bo'ladimi? Bemalol telefon qilaverasiz. Mana YouTube'da mana kuzatsangiz bo'ladi. Telefon nomerlarim bor, telefon qilaverasiz. Bu maslahat bo'lsa. Ko'proq rejim qilib yoting ko'proq, shuni boshlang. Nariga ba'zi birlari tugagandan keyin buni boshlaysiz. Ana Akuli Xryash tugagandan keyin Teraflex Ultraga o'tasiz. 3-chisini. Qolganini ertadan boshlayverasiz. Menga javobmi endi? Sizga javob. Telefon Sizga javob.